Okalar mana Qozog'istondan ham kelishdi. Akmal aka. Assalomu alaykum. $5750 bedanani sotib olgan oka mana shu bo'ladi. Bu yerdan o'sha burchaydigini 5000 ga olishgan ekan. Mana ma'minisi 4000 deyishyapti okalar mana. Dodalari kelgan lekin. Odam ham vashi ko'p lekin. Hamma bedana vozlar. Bu yerda oshlar pishyapti. Hozir oshlarni ham ko'rsatamiz hozir. Ko'kson salami? Ha, ko'kson. O'layman. Chayin boshlarni. Bahorda ko'kson. Katta Sayfiddin akamiz okamiz berib yuborganlar. Baraga topinglar lekin. Odamga qaranglar ko'pligini. 2026-yil birinchisi bo'pti mana xudo xolisi. Lekin bedanalar vash ko'p, bedana vozlarni gapirmasa ham bo'ladi. Yangi bedana vozlar ham ko'payib ketgan okalar. Boshlandi okalar mana. Nechta qozonda bo'pti o'zi osh? Vaqtlarga sikir 2 Qo'yib o'tganga o'xshaydi, ko'ringlar. Bu yetarmikan? Bu yerda bilinglar, nechta odam bu yerda? Yetarmikan? Nechta qozonda bo'pti? 4 ta qozon bor. 4 ta qozonda oshlaydi.